Assalomu alaykum. Renessans minbari tok shousi efirda bugun ko'plab tomoshabinlarimiz va yurtdoshlarimizni talab va istaklariga binoan muhim bo'lgan mavzulardan birini muhokama qilamiz. Demak, xabaringiz bor, O'zbekistonda aholi sonining muntazam o'sishi, bundan tashqari iqtisodiy tarmoqlarning jadal rivojlanish hamda ularning energiyaga bo'lgan ehtiyojining ortib borishi natijasida so'nggi yillarda energiya resurslariga talab sezilarli darajada ortmoqda. Dunyo tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bunday sharoitlarda quyosh panellarining o'rnatilishi va ulardan samarali energiyani olish borasidagi qadamlar allaqachon tashlangan va O'zbekistonda ham ushbu loyihalar borasida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Anglaganingizdek, bugun quyosh energiyasi o'zbekistonliklar uchun panellarni o'rnatish uchun qanday qilib kredit olish kerak va elektr energiyasini tejash mumkinmi degan savollarga javob olamiz va studiyamizga ayni savollarga javob berish uchun mutaxassislarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum barchangizni xush ko'rdik. Demak, bugungi kunda aytib o'tishimiz kerakki, yashil uylar tobora keng tarqalmoqda. Ularda zamonaviy qulayliklar bilan birgalikda ekologik yondashuv ham uyg'unlashgan. Bu loyiha qachondan boshlandi va pilot varianti qayerdan boshlandi va qanchalik bugun o'z samarasini bermoqda? Aynan mana shu yashil uylarga quyoshdan, quyoshning nuridan energiya olish borasidagi tashabbuslarga yurtdoshlarimiz qanchalik qiziqish bildirishyapti? Marhamat. Assalomu alaykum. Haqiqatan bu yurtboshimizni bu sohaga bergan e'tiborlarini natijasida bugungi kunda energiya samaradorlik milliy agentligi tashkil etildi. Shuningdek, bizda agentlik tomonidan iqtisodiyotda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Jumladan aholi bilan ishlayapmiz. Aholiga ushbu yo'nalishda yashil yo'nalishlar bo'yicha subsidiyalar, kompensatsiyalar berilib kelinyapti. O'shalar yo'nalishda aholida ham qiziqish mavjud. Aholiga qulaylik bo'lishi uchun, oson bo'lishi uchun avvallarga o'xshab bozorlarga borib bu qayta tiklanuvchi energiya manbalarini, quyosh panellari o'rnatishga hojat yo'q bugungi kunda. Biz platforma yaratganmiz. Shu platforma orqali fuqarolar uydan turib ariza topshiradi. Qolgan ishni biz borib xonadonni birinchi o'rinda energiya auditdan o'tkazib, o'sha xonadonlarga quyosh panellari, quyosh suv isitgichlari va issiqlik nasoslari bugungi kunda dolzarb bo'lgan eng mashhur qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rnatib beryapmiz va davlatimiz tomonidan berilgan subsidiyalar asosida o'rnatib beryapmiz. Subsidiyalar bu quyosh panellariga 20% gacha yoki bu masalan issiqlik nasoslariga 40% gacha energiya audit xarajatlarini to'liq qoplab berish tizimi yo'lga qo'yilgan. Aholidan bugungi kunda arizalar tushmoqda, o'rnatib berish jadal ketmoqda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Biz bilamizki, oldinlari o'sha elektr energiyasi bilan bog'liq muammo har bir hududda mavjud edi. Tan olib aytishimiz kerak bu narsani va bundan tashqari bugungi kunda respublikamizning deyarli barcha hududlarida shamol elektr stansiyalari, quyosh elektr stansiyalari barpo etildi. Nafaqat bu mahalliy aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash, balki ana shu elektr energiyasini qo'shni davlatlarga yoki boshqa bir hududlarga sotish kabi imkoniyatlar yaratildi. Shu bilan insonlar kutib turgani yo'q, bugun tashabbus qo'llariga olgan holatda o'z xonadonlariga ham quyosh stansiyalarini, ya'ni aqlli xonadonlarni, quyosh xonadonlarini o'rnatmoqda va bu qanchalik samara beryapti? Umuman olganda o'rnatish tartibi qanaqa bo'lardi? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday bosqichlardan o'tish kerak? Hattoki o'sha kreditlar berish borasida ham bir qator subsidiyalar e'lon qilinyapti. Bular haqida bugun tok-showimizda to'liq ma'lumotlarni e'lon qilsak bo'ladi. Marhamat, kimdan eshitamiz? Hurmatli prezidentimizning joriy yilning 29-apreldagi PF70-sonli farmonlari bilan joriy yilda 4,3 milliard kilovat soat elektr energiyasini va 2,8 milliard kub metr gazni tejash sifatida bizga nima deydi, oldimizga maqsad qilingan. Lekin bunda biz aholini tarmoqdan uzib qo'yish yoki elektr energiyasi yoki gazni o'chirib qo'yish orqali emas, bunda xonadonlarning energiya samaradorligini, umuman aholi va ijtimoiy soha binolarini energiya samaradorligini oshirish, u yerga masalan energiya tejovchi qurilma va uskunalarni o'rnatish, masalan quyosh panellari, issiqlik nasoslari va gella kollektorlarni o'rnatish orqali amalga oshirmoqchimiz. Xususan aynan aholi yo'nalishiga to'xtaladigan bo'lsak, aholida bunda yuqorida aytib o'tilgandek, bizni energiya samaradorlik milliy agentligining platformasi orqali nima deydi, subsidiyalar ajratib kelinmoqda va bu subsidiyalar ajratish bo'yicha bizda bir qancha ya'ni aholini uyidan chiqmagan holda subsidiya ajratishga imkoniyatlar yaratilgan. Ya'ni unda faqatgina platformani o'zida aholi o'zini arizasini qoldiradi, platformada uni auditor tanlaydi, ya'ni auditorga u so'rovnoma yuboradi va auditor tender natijalari
asosida tanlab olinadi va auditordan keyin u uyiga kelib audit o'tkazadi. Audit o'tkazgandan keyin aynan audit xarajatlari ham boya yuqorida aytilganidek 100% Energiya sanoati agentligining jamg'armasi orqali uni xarajatlari to'lab beriladi. Va energiya audit xulosalaridan keyin, energiya audit xulosalari olingandan keyin uni aholida nima deydi, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rnatish imkoniyati paydo bo'ladi. Bunda aynan shu tartibda subsidiya ajratiladi. Ya'ni bunda auditorning xulosalari masalan unga uyiga quyosh panelida 5 kilovatt qo'yishga masalan xulosa berish mumkin yoki 10 kilovattgacha xulosa berishi mumkin. Uni energiya iste'molidan kelib chiqqan holda xulosa beradi. Bu bo'yicha masalan bizda aynan shu bo'yicha shug'ullanadigan boshqarmamiz bor. Ular bunga keng to'xtalib o'tishlari mumkin. Marhamat. Keling bu zamirdan kelib chiqaylik. O'zi quyosh panellari nimaga o'rnatilyapti? Nimaga bu narsaga ko'p urg'u berilyapti? Bilasiz, O'zbekistonda elektr energiyani ishlab chiqarish bu gazni yoqish orqali qilinadi. To есть bizda hozir 80% gazimizni yoqib, o'shanda elektr energiya olib kelyapmiz. Demak, bu qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hisobiga gazimizni tejashimiz kerak maqsad qo'yildi. Quyosh panellari bunga yordamchi bo'ladi. Quyosh panellari shu quyoshning nuriga xonadoningizga elektr energiya qilib beradi. Demak, bilib ol, gazimizni tejash asosiy maqsad va qayta tiklanuvchi energiya manbalari shu bilan rivojlantirishimiz kerak. Endi aholi misol uchun quyosh panel qo'ymoqchi kerak. Nima qilish kerak u? Quyosh panelini mana hozir aytganimizdek, biz davlat 20% ni subsidiya ko'rishda qoplab beradi. Lekin 80% ni fuqaro o'zi to'lash kerak-ku. Pulni qayerdan oladi? Hammamiz davlat ishchisiz, kimdir firmalarda ishlaydi, lekin ma'lum bir yig'ib qo'ygan puli bo'lmasligi mumkin. O'shanday paytda bu yerga banklar yordam keladi. Biz banklar bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Banklar bugungi kunda yashil kreditlar taklif qilgan. Ya'ni yashil iste'mol krediti va yashil ta'mir kreditlari. Bu bir-biridan farqli tarafi, yashil iste'mol kreditlari 5 yilga beriladi. Yashil ta'mir kreditlari 10 yilgacha. Ya'ni uyingizni haqiqatan ta'mir qilib, yana uni yanada quyosh panellari qo'yib, uni izolyatsiya qilib, to'liq qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni remont ishlarini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bunda yashil ta'mir kreditlarini olishingiz mumkin bo'ladi. Bu kreditlarimizni o'zi o'rganib ko'rganimizda foizlari banklar 23% atrofida taklif qilyapti. Lekin aholiga bu ko'p deb bilindi. O'shaning uchun biz ham banklar bilan kelishib, shu qarorga asosan o'shani 4% ni qoplab beramiz. Shunda fuqaroga 19% ga tushadi. Bu ham bitta imtiyoz. Demak, aholi uyiga qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan quyosh panellari o'rnatganda, bankdan kredit olganda, o'sha kreditlarning foizini biz 4% ni qoplab berish hisobiga fuqaroga 19% ga aylanadi. Bu yillik 19% bugungi kunda imtiyozli kredit hisoblanadi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Umuman olganda o'sha muqobil energiya manbalari, ya'ni quyoshli xonadon haqida gap ketganda 2024-yilning o'zida 10 ming nafardan ortiq jismoniy shaxslar aynan mana shu imkoniyatlardan foydalangan bo'lsa, 2026-yilning birinchi choragiga kelib 43 mingdan, salkam 45 mingga yaqin fuqarolar mana shu imkoniyatlardan foydalanayotgan ekan. Demak, yurtdoshlarimiz anglab yetyapti. Bu nafaqat xonadonini o'zini elektr energiyasi bilan ta'minlash, balki qo'shimcha daromad sifatida ham foydalanishyapti. Kimdan javob olsak bu bo'ladi bu bo'yicha? Marhamat. Aynan shu masalada, ya'ni bugungi kunda energiya bu hayot manbai darajasiga chiqdi. Shuning uchun har bitta xonadonni energiya bilan ta'minlash davlatimiz uchun juda ham dolzarb hisoblanadi. Bundan tashqari, bu muqobil qayta tiklanuvchi energiya manbalari deganimizda, bu ya'ni o'sha quyosh panellari, shamol elektrostansiyalari, bu bor resurslarni energiyaga aylantirish, ya'ni qo'shimcha xarajat emas. Bu bilan biz energiyani tan narxini kamaytirishga olib kelamiz. Bu aholiga yana bitta yordam bo'ladi. Bundan tashqari, uyni yashil ta'mir qilish, yashil kredit olish, o'sha quyosh panellarini o'rnatish, geliokollektorlarni o'rnatish, bu kelajakka investitsiya deb qarasak to'g'riroq bo'ladi. Chunki hozirda balki qo'shimcha xarajat talab qiladi, lekin keyinchalik o'sha soliq imtiyozlari, subsidiyalar, kreditlardan va tan narxini tushishi oqibatida biz buni kelajakda o'zimizga bo'lgan investitsiya deb qarasak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni biz nafaqat o'zimiz foydalanamiz, balki qo'shnilarimizga ham sotish imkoniyati bor. Albatta. Va haqiqatan bu yana bitta imkoniyat yaratib berdi. Prezidentimizning 57-sonli farmoniga asosan Quyoshli xonadon degan dastur chiqqan. Buni hamma hozir foydalanib kelyapti. Hozir raqamlarni keltirdingiz. Mana shu yilda bir chorakda o'zida 26-yilda qariyb 78-79 milliard so'm miqdorida subsidiya ajratildi. Bu degani, siz xonadoningizga quyosh paneli qo'ydirdingiz. Xonadoningiz deylik sizda o'rtacha 200-300 kilovat bir oyda ishlatasiz. 5 kilovat quyosh paneli misolda aytadigan bo'lsak, bir yilda 5 kilovatli quyosh paneli 7000 kilovat soat tok
bilan generatsiya qilib beradi. Ya'ni shuncha tok ishlatib beradi u. Demak, sizni o'zingiz ehtiyojingiz bir yilda 2,5 ming, 3 ming atrofida bo'lsa, qolgan ortiqcha tokni siz davlatga sotasiz. Davlat o'sha sizdan kelgan elektr energiyani 1000 so'mdan kilovatni sotib olishga dasturni amalga oshirib kelyapti. Shuningdek, demak, qarang, siz hozir birinchi o'rinda o'zingizni xonadoningizni elektr energiya bilan ta'minlayapsiz quyosh panellari orqali, qo'shimcha daromad olyapsiz. Bir yilda 3 million, 4 million atrofida umuman jami oladigan bo'lsak, bir yilda 7 milliongacha siz 5 kilovat quyosh panelidan foyda olishingiz mumkin bo'ladi. Buni narxlarda keladigan bo'lsa, ko'pchilik hozir tomoshabinlar tushunishi mumkin, narxi nech pul o'zini deb. 5 kilovatli quyosh panel bugungi kunda eng sifatlisi, kafolati, misol uchun quyosh panellariga 20 yil kafolat beradi. Inverteri bor, o'sha inverterlariga 10 yilgacha kafolat beradi. Servis xizmatlari bo'ladi. Biz hammasini biz platformamiz orqali o'rnatib beramiz va bu nazorat qilib turamiz. O'sha bugungi kunda 20 million, 21 million atrofida bo'lyapti. Biz 20% subsidiyasini ajratib beradigan bo'lsak, fuqaroga 16-17 million atrofida bo'ladi. Uni bankdan kredit oladigan bo'lsa, shu 19% dan kredit oladi 5 yilga. Oyiga to'lovlari ham, misol uchun hozir aytganimizdek, o'zini ehtiyojini davlatga sotgani hisobiga har oyda shu 5 kilovatdan 300 ming, 400 minggacha foyda oladi. O'zini ehtiyojidan tashqari. O'sha kredit yopishga ham bo'ladi. Ya'ni demoqchimizki, hisob-kitoblar bo'ldiki, uskunani o'rnatganingizdan keyin uni qanchada o'zini qoplaydigan savol tug'iladi. Ushbu qayta tiklanuvchi energiyalarni, quyosh panellari o'rnatganda bugungi kunda 2,5 yil, 3 yil ichida o'zini qoplab foydaga chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Mavzu yuzasidan qo'shimcha fikrlar bo'ladigan bo'lsa, mavjud imkoniyatlar haqida sizdan ham tinglasak bo'ladi, marhamat. Ruxsatingiz bilan bu narsaga yana bir kengroq yoritmoqchiman. Bu narsani biz amalga oshirishda faqatgina masalan qo'shni davlatlarni emas, rivojlangan davlatlarning tajribasini ham o'rgandik. Xususan masalan ayta olishimiz mumkinki, hozirda mana agentligimiz tomonidan ish jarayonlari olib borilmoqda. ZEP konsepsiyasini ishlab chiqish jarayoni. Ya'ni ZEP bu bilamizki, Yaponiyada juda mashhur termin desak ham bo'ladi, termin hisoblanadi. Bunda zero energy building degan, ya'ni nol energiya sarfi binolari degan. Ya'ni binoni energiya samarador qilish natijasida u tarmoqdan to'liq ozod bo'ladi. Unga faqatgina resurslardan suv kirishi mumkin. Qolgani to'liq resurslardan, ya'ni gaz va elektr energiyasidan ozod bo'ladi. Aynan shu narsani konsepsiyasini agentlik tomonidan hozir ishlab chiqilmoqda. Bunda Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi JICA bilan yaqindan hamkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Biz buni yana bitta e'tiborga molik ahamiyatli joyi shundaki, biz buni faqatgina butun O'zbekiston hududiga uchun bitta konsepsiya qilinadi, lekin uni bizda bilamizki, iqlim zonalari bor. Masalan, Surxondaryo issiq, Qoraqalpog'iston Respublikasi sovuqroq. Konsepsiya natijasida bitta qilingani bilan, lekin iqlim zonalarida u narsa farqlanadi. Buni nima bizga qanaqa anosi bor deyish mumkin? Bunda ZEP konsepsiyasi natijasida energiya tejash anosi, ya'ni iqtisod qilinadigan energiya 30%, 30-40% gacha energiya tejaladi. Va yana bir narsa hozir ustida agentligimiz ishlar olib borilmoqda. Bu Edge, LED, BREEAM degan sertifikatlash tizimlari bor. Bu binolarni aynan Edge, LED, BREEAM degan xalqaro sertifikatlash tizimlari bor. Aynan shu orqali binoga yashil toifa beradi. Ya'ni bu yashil toifani olgan binolar juda nima deydi, xalqaro bozorlarda bu narsalarni qadri yuqori bo'ladi. Ya'ni masalan bunga investitsiya kiritish imkoniyati oshadi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Hozirgi kunda nafaqat masalan faqat aholini o'zi uchun, balkim hozirgi kunda sanoat korxonalari uchun ham va ijtimoiy binolar uchun ham yana bizda imkoniyatlar kengaygan. Yaqinda bizda energiya samaradorligi milliy agentligi qoshida UZESCO tashkiloti ochilgan va bu tashkilotning asosiy vazifasi bu ESCO bozorini rivojlantirish. Bu nima degani? ESCO bozor va energiya servis korxonalarini rivojlantirish sistemasi bu. Bunda asosan xalqaro tajribalardan Saudiya Arabistoni Tarshid Super ESCO modelini va Birlashgan Arab Amirliklarini Ittihod ESCO korxonasini modelini va Hindistonning ESL modellarini O'zbekistonga joriy qilish hisoblari kiritilgan. Bu qanday ishlaydi? Bu asosan hozirgi kunda 3 ta tamoyil bo'yicha ishlayapti bizda. Bu birinchisi kafolatlangan tejashdan olinadigan daromad. Bu nima degani? To'lov qobiliyati bor, investitsiya kirish qobiliyati bor sanoat korxonalari yoki davlat tashkilotlari investitsiyani kiritadi energiya samarador qilish uchun. Masalan, u ta'mirlash bo'lishi mumkin yoki qanaqadir uskunani hisobidan tejalishi mumkin.
u investitsiyani kiritadi va o'sha kiritilgan investitsiyadan, o'sha tejalgan miqdordagi energiyadan u investitsiyani qoplash kerak va agar qoplay olmasa, Esko korxonasi uni qoplab beradi. Bu birinchi modeli. Ikkinchisi bu shared saving deyiladi bu. Ba'zi holatlarda qisman yoki to'liq Esko korxonasi tomonidan moliyalashtiriladi.